Bismillah. Assalomu alaykum adasi, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom, rahmat. O'zing qalaysan? Rahmat, Xudoga shukr. Men sengachi Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Yaxshi kelding bolam? Rahmat. Yaxshiman. Haligi sizga shikolat olib keldim, oyi. Voy, Muhammad amin, egasiga ber. Yo'q, buni rostdan sizga olib keldim, oyi. Bolam, bilaman-ku kimga olganingni. Kimga olgan bo'lsang, egasiga ber. Bu uni haqqi. Buni yomon joyi yo'q-ku. Men xafa emasman. Sen mehr ko'rsatmasang kim ko'rsatadi? Men buni to'g'ri qabul qilaman, bolam. Agar men shokolad yegim keladigan bo'lsa, adang borlar menga mehr beradigan. Adangga aytaman, olib kelib beradilar, bolam. Sen kelinimga mehr beravergin. Kelinim sendan boshqa kimdan mehr oladi? Bolam, men seni juda ham to'g'ri tushunyapman. Hamma qaynonaning tushunchasi xuddi shunaqa to'g'ri bo'lishi kerak. Shokoladni egasiga, kelinimga ber. Oyi, bu shikolatni rostdan sizga olib keldim. Keliningizga olib kelgan shokoladim mana chap cho'ntagimda edi. Onajon, sizning nasibingiz hamisha meni o'ng cho'ntagimda bo'ladi. Men sizni hech qachon unutib qo'ymayman. Baraka topgin, bolam. Menga shunaqa shirinlik ilinding, hayoting bundan ham shirin bo'lsin, ilohim.